Sizlar ko'rgan boyagi kesilganlarini ana endi mana bu yerda qolipda preslaymiz. Preslab forma beramiz bunga. Mana sizlarga chiqqan qolip. Qo'qon Yevrofasilga kelganingizdan keyin kelar. Bir martada 3 ta biznes yo'lga qo'yarsangiz bo'ladi. Burchatga qoliplarni levoy to'radan bor, trenddagilardan tortib. Mana bu yerda termotravertin qoliplarda ham barcha trenddagisi bor. Va $130 qolip bilan $65 qolipda akamiz trendga chiqarib yuborgan. Buni farqlarini ham sizlarga tushuntirib beramiz. Mana arzonini ham 3 yildan beri ishlatayotganlar bor ekan. Hammasi ishlatishga bog'liq ekanlar. Bu ranglari fasadni plitka bilan shug'ullanadigan ekanlar. Rangni qayda olaman desang bor. Bunaqa qirg'oqga tunuka preslaydigani bor. Undan ham bor. Xo'p, qoliplar, g'ishtlar turlariga keladigan bo'lsak, xudo xolsa kelar xohlaganingizdan chiqarib berishadi. Bundan tashqari sizlarga men mana bunaqa turlarni ham taklif qilaveramiz. Video davomida hammasini aniq-tiniq batafsil tushuntirib beramiz. Bitta like bosib qo'yamiz. 5000 $10,000 pulim bor. Nima qilaylik deb yurganlarga jo'natib qo'yamiz sizga. Fasadni plitkani ishlab chiqarish jarayoni birinchi bosqichi. Nodirbek aka hali ishlayaptimi aka bu? Ha, ishlayapti, vali. Bunaqa kattasi bunaqa sohada juda kami? Ha, kamchilik ishlatadi buni. Asosan katta ob'yomlarga shu ish beradi. Ha. Akalar hozir fasadni plitkani ishlab chiqarish jarayoni boshlandi mana. Bular hozir kesib, grammini to'g'rilashib pressga beriladi. Bundan oldin ham sizlarga ko'rsatib berganmiz. Eng arzon qoliplarni ham shu joydaligini, eng sifatlilarini ham shu joydaligini bir nechta videolar orqali sizlarga ko'rsatib tushuntirib berganmiz. Qanday bo'lyapti-ki o'zingizda? Yaxshi, rahmat Allohga. Sizlar olyapsizmi? Ha, mana 2 yilmi, 3 yil bo'ldi o'sha video qilganimizga ham Xudoga shukr. Shu jarayonda ham misol uchun ancha bir 2000 ta odamga o'sha mahsulot berdik. Yaxshi odamlar, nima deydi, xursand. Xursand. Yaxshi sifatlari yaxshi chiqyapti, Allohga shukr. Tushunarli. Hozir ishlab chiqarish jarayoni hamda showroomda sizlarga qisqacha tushuncha beramiz. Akalar, sizlar ko'rgan boyagi kesilganlarini ana endi mana bu yerda qolipda preslaymiz. Preslab forma beramiz bunga. Mana sizlarga chiqqan qolip. Qoliplar $65 dan $130 gacha. Ob'yomda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa mana 7 ta press uskunasi sizlar uchun qoliplaringda bosib beradi. Mana bu matritsalari. Yaxshi tarafi bulardan qolip olsangiz, o'zingizni qolipingizga o'zingiz g'ishingizni quyib, sinab ko'rib keyin olib ketasiz ekan. Ancha ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Hozir showroomga kirib, $65 qolip bilan $130 qolipni sizlarga sifatini, farqini tushuntirib beramiz. Bu yerga kelib qolip olish jarayonida kelar, o'sha o'zlarining qoliplaringga quyib olasizlar deganimiz sababi bu showroom yonida sushilka ham bor. Qanday quyiladi, обучение hammasini ko'rsatib berishadi. Mana shu o'zlarining qoliplaridan chiqqan g'ishtlarimiz, sokolidan tortib mana fasad qismi, tunuka qismlari hammasini o'rgatib qo'yishadi. Xo'p, endi mana bu yerda Qo'qon Yevrofasadda chiqadigan mahsulotlarni bir nechta turini sizlarga hozir bu sohada bir 30 yil bo'ldi Nodirbek aka, xudo xolasa. Shunaqa, 30. Assalomu alaykum. Yana bir marta so'rashib qo'ydik siz bilan. Charchamayapsizmi aka? Bu akamiz bilan bir 2-3 yil oldin video qo'yganmiz. O'sha bir 2000 ga yaqinga sotdim deyapsiz. Shunaqa, bir 2000 yolg'on bo'lmasa 1000 dan ortiq odamga berdikda. Qolibdi. Odamga berdik, kvadrat emas. Sababi katta yangilik bo'lib ketdi. 500 ming so'm deganimizdan keyin Koreyalardan telefon qilishdi misol uchun. O'sha nima edi aka o'zi? 500 dan bor. 500 dan berdik. Keyin dollar oshgani hisobiga hozirgi kunda o'sha mahsulot $65 qilib qo'ydik. Ha, o seriyaga bog'liqda bu. Seriyaga bog'liq. Misol uchun mana unisi hozir mana $130ligimiz. Hop. Ha, mana unisi o'sha $65ligimiz. Farqi nimada desiz, qattiq yumshoqligida buni farqi. Ha, bu nimaga ta'sir qiladi? Vaqtigami ko'p ishlash hozir? Ha, bu ko'p ishlash, bu sifatlar buni ekonomishni qilib ishlab chiqarganmiz buni. Hamyonbop qilib. Yangi biznes boshlash turganlar o'ylanadi, qilsam yuradimi, yurmaydimi deganlar uchun bu. Ha, misol lekin bu kamida misol yaqinda mana Instagramimiz bor, xudo xolasa kirsa, ko'rsa, olib ketganlar birinchi olib ketgan odam 3 yil ishlatdim dedi bundan. Manoni ya? Ha, 2 yil ishlatdim dedi, 30 kvadrat olgan ekan.
yaqinda yana 20 kvadrat olib ketdi. O'sha odamni Instagramimizga qo'yganmiz. Ikkinchi odamimiz Marg'ilonlik odamimiz olib ketgan 10 kvadrat, yaqinda kelib yana 10 kvadrat olib ketdi. Qimmatidan 3D dan ham olib ketdi. U Marg'ilonlik yigit ham ko'rib turibdi menimcha. Xudo xolasa. Yolg'on emas bizda. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Barcha turidan tayyorlab berishaveradi. Masalan, $130 o'sha yillab ishlatasizlar. Eng yumshoq seriodan eng yaxshisini tayyorlanadi. Qaranglar, yumshoqligini shunday bilasizlar. Buni ko'targanda men endi bu sohada ko'p yurganman. Qaysi mahsulot qanaqa bilaman. Faqat mana $65 deyilayotgani hozir ozgina shundan qattiqroq bo'ladi, lekin ikkalasi bitta mahsulot chiqarib beraveradi. Faqat qattiq yumshoqligida farqi bor. Keyingi masala aka, misol uchun mana hamma o'ziga ishlaydigan mahsulotlari, ranglari, klaylari, stanoklari, mishalkalari endi bizni bitta mana O'zbekiston deylar basda, O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Kanadagacha jo'natdi-da, to'g'risiga. Kanadagacha jo'natdi. Biz nimaga o'zini qolipiga quyib olib ketsin deb turganimizni eng asosiy vazifasi nima desangiz, aksariyat odamlar olib ketyapti, qolipda aqa olib borgandan keyin uni qaytarib olib kelolmaydi-da, vaqa agar kargo to'lash kerak bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. O'zini mahsulotiga, o'zini qolipiga quyib olib ketsa, o'zi ishonch hosil qiladi. Birinchidan, ikkinchidan o'zini qolipiga quyib, o'zi chiqargan toshni ko'radi, keyin olib ketadi. Biray bo'lsa, mana shu yerda qoladi hammasi. Bo'ladi. Bizda sifat masalasi bo'yicha ham, narx masalasi bo'yicha ham o'zingiz ko'rdingiz, deyarli bizdaqa katta stanoklar boshqa odamlarda bilmaymiz, lekin shu nimalarda, reklamalarda ko'ramiz, hech kimda biz ko'rmadik, misol uchun. Yo'q, shunaqa. Ob'yom bo'yicha ham qilib beramiz. Barcha mana stanoklari, ranglari, atela klientlar uchun mana bunaqa qoliplarni ham olib qo'yganmiz. Tojikiston, Qirg'iziston, misol uchun so'rab turganlarda o'sha atel olib qo'yganmiz klientlar uchun bularni. Bu burchatka qoliplari, bular. Burchatkani qoliplari, keyin mana termotravertin qoliplari, bularni ham olib qo'yganmiz. O'sha Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonliklar asosan shunga nimasi bor, kelgan narsasini mana shu yerdan topib berishga harakat qilyapmiz-da, ishini bitirishga mana shu yerda bitta joyda. Akalar, sizlar fasadni plitka ishlab chiqarishga qiziqib turibsizlar va davomiga masalan termotravertin qo'shib qo'yapsizlar yoki burchatkasini ham qo'shib qo'yapsizlar. Mana shu joyda o'zida hal bo'ladi ishlar, xudo xolsa. Liboy qolipini boshqa yerlarga qaraganda sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham bu Nodirbek aka bilan masalan ancha yildan beri ishladim, ko'rdim. Birorta bir jalba tushgan yo'q. Shuni aytib o'tay. Shunaqa. Birorta odam masalan vaqtini cho'zib yubordi yoki pulimni olib qilib bermayapti, bir narsa degan yo'q. Shunaqa. Biz tarafdagilar bu akani aldab qo'ygan bo'lsa bo'ldiki, lekin bu akadan bura aldanib qoldim yo bir narsa shunaqa zarar ko'rdim degan yo'q. Rostdan yaxshi ishlaydi akamiz, halol mehnat qilishadi. Ota kasb bu. Ota kasb, mana bizdan keyin mana o'g'illar ham. Ko'rsatib qo'ying, oldin chiqardi bu ukamiz videolarda. Tizimizga charchamayapsizmi? Instagramni siz yurg'izyapsiz. Boringizga shukur. Shu ukamiz Instagramlarni men pastda qoldiraman, o'tib bu video orqali shu biznesga qiziqib turgan bo'lsangiz, masalan, 4 ming, 5 ming, 10 ming dollar kichkina pul emas-da. Buni kimga beryapman, o'shani tushunishdan oldin mana shularga kirib, ko'rib, yana ham bir ishonch hosil qilsalaring bo'laveradi akalar. Xudo xolsa oilaviy halol ishlashadi. Ukam sog' bo'lasiz, astoydil bo'lasiz. Zo'r aka. Buni ham o'zingiz bosib chiqaryapsizmi hozir? Yo'q, buni klientlar uchun bir odam olib kelib qo'yganmiz. Lekin joyi bor. Joyi bor, o'sha olib beramiz, hali o'zini pulida anaqa qilib. Sarson bo'lib yurmas ekan. Yo'q, o'sha ishini mana shu yerda odam musofirdan kelgan odamlarni ishini bitta qilib hal qilib berish maqsad. Bo'ladi akalar. Aloqaga chiqinglar. Sokil deysizlarmi, fasad deysizlarmi, 3D, lazer barchasi bor. Ishlaringni bitirib Xudo xolsa sizlar rozi bo'ladigan qilib berishadi. Men yana bir marta alohida urg'u bermoqchiman. Mana $130 akalar. Bundan 10 kvadrat oladigan bo'lsangiz, misol uchun $1300 bo'ladi 10 kvadrati. Mana 20 kvadrat bo'ladi. 2 barobar bo'ladi. Bu probniy versiyaga biznesni qanday bo'ladi, misol uchun. Sizda aytaylik $13,000 pulingiz bor, boshlamoqchisiz 100 kvadratni. Bundan oldin o'ylaysiz, buni 100 kvadrat bilan agar boshlaydigan bo'lsam, buncha pulni yozib qolib olsam, sushilkam qolib ketyapti, mishalkam qolib ketyapti deb o'ylaysizmi? Ana shu joyga, xuddi shu 100 kvadratni olsangiz, yana shuncha pulingiz ortib qoladi.
mana qolibdi 65ligidan olsangiz yana shuncha pulingiz ortadi. Qolgan ishlar bilan biznes davom ettiraverasiz. O'zini foydasidan, mana undan ishlab chiqargan foydasidan keyin mana undan olaverasiz. Bu ham 3 yilgacha ishlatyapti, yaxshi Shunaqa, ishlatgan. ha. Buni ham to'g'ri ishlatishga bog'liq. Qimmatini ham, arzonini ham. Endi texnikasi bor. Ochish texnikasi, qurigandan keyin sushilkada mahsulotni ajratib olish texnikalari bor. Shularga to'g'ri rioya qilsangiz, keyin xudo xolsa ikkalasi ham o'zini pulini xotirjam oqlab sizni yaxshigina daromadga ham chiqazadi.